Turkiyada faqat boylar o'qiydi deb o'ylaysizmi? Unda adashasiz. Aslida Turkiyada $500 dan $1000 kontrakt asosida o'qish mumkin bo'lgan universitetlar bor. Videoni oxirigacha ko'ring, eng yaxshi va eng arzon universitetlarni sanab o'tamiz. Istanbul universiteti tibbiyot, huquq, IT va muhandislik yo'nalishlari juda ham kuchli. Eng nufuzli davlat universitetlaridan biri. Ankara universiteti Turkiyaning poytaxtida joylashgan eng kuchli universitetlardan biri. Ko'plab xalqaro studentlarga grant hamda chegirmalar mavjud. İzmir Ege Universiteti dengiz bo'yida joylashgan talabalar shaharchasi, arzon yashash sharoitlari va zamonaviy ta'lim tizimi. Keyingisi esa Istanbul Kent Universiteti. Bu universitetda ham juda ham ko'p grantlar mavjud. Universitet xususiy bo'lishiga qaramay 50% gacha grantlar taklif qiladi. Bu sanab o'tgan universitetlarimning kontrakt narxlari va fakultetlari haqida barcha ma'lumotni bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring va biz sizga batafsil ma'lumotni beramiz.